Uzun marketda tovarlarni nazorat qilish haqida gapirib bermoqchiman. Undan oldin kelinglar postavkaga kirib turib 26-sanani tayyorlab qo'yamiz. Akt отправки, ya'ni korobkaning ichiga, korobkaning ustiga ikkita qog'oz tayyor. Undan keyin QR kodga kiramiz. Menda printer настройка qilingan. Xo'p, bu yerda juda ko'p nakleyka deyapti. Oldin 100 ta chiqaramiz. Mana buni 70 bittaga. 50 tasini hozir chiqaraman. Pechat. Bu yerda ham hammasi настройка qilingan. Pechatni bosaman. Bo'ldi. QR kodlar raspechatga bo'ldi. Aynan mana shu vaqtda olib borish shart emas. Shu kuni kechasi ham olib borib topshirib yuborsa bo'ladi. Mana bu tovarim aynan shu ochki yaxshi ketayotdi, lekin orada uzilish bo'lib qoldi. Tovar qolmay qoldi. U yoqdan sal ushlanib qoldi. Shuning uchun hozir sotilish sal sekinroq bo'lyapti desam bo'ladi. 2-3 kundan beri cho'tda bo'lmayapti sotilish. Uzilish kerak emas, oddiy qilib aytganda, yaxshi ketayotgan tovar. Oldindan olib qo'yaveringlar. Xo'p. Endi mana bu yerda Unisonga kiramiz, boshqa magazinga. Vazvratlarni qilib chiqdim. Postavki mana vazvratni nimaga qildim? Chunki birinchidan уже bu tovarlar anchadan beri ushlanib qolgan, to есть sotilmayapti. Bularni xraniyasi pulli turadi. То есть menga xraniyasiga ham pul yozilib ketdi. Mana sozdать qilganimdan keyin postavkaga kirdim. Vazvratiga kiraman. Undan keyin sozdать заявку. Mashitdan teraslarda qaysi tovarni qaytarmoqchisizlar? Mana bu yerda soni yozilgan. Ya'ni raqamlari qancha qaytarishingiz mumkin. Undan keyin sizlarga mana bunaqa vaqtni beradi. Mana hozirgina qildim buni ham. Vaqtingiz tayyor bo'lgandan keyin buni ham 26-ga qilib qo'ydim. O'sha kuni mana shu adresdan olib ketasizlar. Tovarni qaytarib olib, boshdan qo'ymoqchiman. Uje aksiyaga tiqib yubormoqchiman. Aksiyani mana bu yerga kiramiz, marketingga. Mana bu yerdan ham sozdать qilishingiz mumkin. Yoki da kalendar aksiyaga kirib turib, xohlasanglar mana sanalar yozilgan 25 dan 2-iyungacha, 18 dan 26-gacha. Menda odatda mana bu распродажа turadi, to есть постоянно mana bunaqa qilib har hafta o'zgartirib o'tirmayman. Bu yoqda sal vaqt ko'proq. Xo'p. Undan keyin mana shu tovarlarni mana postavka qildim, qaytarib oldim. Boshidan shuni qo'yaman, aksiyaga tiqaman. Shuna qilib test qilib ko'raman. Sotilsa sotildi, sotilmasa demak boshqacha usulni qilib ko'raman.